Do'stlar, mana qaranglar, Allohimning mehribonligi bilan Dubayga yetib keldim. Dubay meni qabul qildi. Ko'pchilik tilni bilmasang qaytarib yuboradi, u bu deb turadi. Rosa qo'rqatirdim. Nihoyat mana Dubayga o'tib oldim, do'stlar, ko'ringlar mana. Hozir endi men Sharji degan joyga keldim. Sharjidan imoratga boraman. Eng katta binosiga qarab yurib boraman. Do'stlar, ko'ringlar mana. Bir o'zim hammasini eplayman. Inshaalloh, ani ko'nglimda Ka'bani ko'rish Alloh uchun boryapman. Qolgani shundoq bo'lyapti. Bu hammasini menga Allohim beryapti. Yo bironta odam shuncha patpishi masanga deb bergan yo'q, faqat Allohdan. Hammasi Allohdan. Kuzatinglar bo'ldi mana. Dubayga yetib keldim. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'risi men Dubayga kelishni juda orzu qilardim. Orzularim amalga oshyapti. Eng katta orzuyim ota-onamni hoji qilish. Boshqa hammasi bo'laveradi. Alloh bersa hech narsa emas. Do'stlar, ishoninglar, bu kunlar o'tadi. Bir kun Allohning oldiga qaytamiz va hammasiga javob beramiz. Shuning uchun yaxshi ishlar, yaxshi savob ishlari, dunyoning mo'jizalarini sizlarga ko'rsatib ketyapman. Dubayda hamma joydan video qilib olib ko'rsataman. Xo'p, sizlarga. Davay do'stlar.